Assalomu alaykum azizlar. Bugun men Amudaryo tumani Mang'ir shahrida Dehqon bozorining yanında Sevinch magazindan keldim. Bu yerda assortiment narsalar ko'p. Jenskiy, detskiy kiyimlar sotiladi. Undan ham tashqari parfyumeriya mahsulotlari bor. Sizlar bilan birgalikda obzorni ko'ramiz. Ketdik. Bu yerda ayollarning ichki kiyimlarini dim katta chegirmalar bo'yotir. Tezroq kelasizlar. Ichki kiyimlarni arzon baholarda olib, undan ham tashqari mening nomimdan kelib qo'shimcha sovg'alarga ega bo'lsangiz bo'ladi. Yozdan kuni bir qism suv bilan yuvib siqib kiyadigan futbolkalar kerak bo'lsa, shu yerga kelaverasiz. Futbolkalarimiz 15 mingdan boshlanadi, 35 minggacha. Shortiklarimiz 25 mingdan boshlanadi, 50 ming so'mga boshdan oyoq kiyinsangiz bo'ladi Sevinch do'konida. Bog'alarimizga, qizlarimizga eng zo'r pijamalar tavsiya qilaman. Narxi 45 ming so'm. Hozirgi kunda brend bo'lib turgan Xitoy tovarlari bular. Kelaverasizlar, bularning narxi 55 ming so'mdan. Qizlarimiz uchun dvoykalar 60 ming so'mdan, materiali bomba. Koreyskiy bog'alamsiz ichki kiyimlari hamma yerda yuku 20 ming so'm, yuku 30 ming so'm sotilib turibdi. Bu yerga kelsangiz yukuni 15 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Agar sizga undan ham arzon mahsulotlar kerak, ishlab chiqarish kerak desangiz, ulardan ham topishingiz mumkin. Yozning kuni ishdan, bozordan charchab borgan vaqtingizda uyingizda yengil pijama kiygingiz keladi. Ana shular ham bu Sevinch do'konida bor. Hurmatli ayollar, qizlar, sizlarga 150 ming so'mdan sotilib turgan pijamalarni tavsiya qilajaqman. Bu yerda 95 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Hamma razmerlari bor. Qizlar, yana sizlarga zo'r pijama tavsiya qilajaqman. Yozning kuni shunday hech ustingizda yo'qday turadi. Xitoy mahsuloti bu. Buning narxini keladigan bo'lsak 75 ming so'm qarg'ishdan ham Sevinch magazinda yana ayollarimiz uchun ishton ko'ylaklar, dvoykalar voshcha ko'p, assortiment ko'p, razmerlar bor. Mening nomimdan kelasiz, arzon narxlarda olib ketishingiz mumkin. Hozir shu dvoykalarimizning narxi 50 ming. Ayollarimizga materiali bomba bo'lgan, yuvib sig'ib kiyaveradigan dvoykalarimiz narxi 120 ming so'm. Bu dvoykalar Xitoydan birinchi qo'l. Materiali bomba 200 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Xitoy fabrichniy bo'lgan bu maykalarimiz, futbolkalarimiz hozirgi kunda Sevinch magazinida 30 ming so'm bo'lib qoldi. Narxlari vahshiy dahshat narx bo'lib turibdi. Tezroq kelishingizni tavsiya qilaman. Ayollarimiz uchun kerakli bo'lgan ichki kiyimlarning narxlaridan dim arzon bo'lib turibdi. 15 mingdan boshlanadi, 150 ming so'mgacha. Undan ham tashqari emizikli onalarimiz uchun qulayli bo'lgan ichki kiyimlarimiz mavjud. Sevinch do'konida skidka muddati 1-maydan 10-maygacha ulgurib qolinglar. Bu narxlar degan vahshiy kurakda turadigan narxlar emas, tezroq kelib xarid qilishingizni tavsiya qilaman.